Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Jamiyat va qonun programmamizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Yaqında mushu Ündidarlarda Urumchi Mayak madaniyat taqtish şirketininki yaqinqi 1-2 yil jarayonida jamiyatdan zo'r shuhrat qozongan yosh psixolog Ali Qurban ustidan xalq sud mahkamasiga arz sunganligi haqidagi shunday uchur keng tarqaldi. Bu jamiyatda keng jamoatchilikning zo'r darajadagi diqqat e'tiborini qo'zg'adi. Undaqda Urumchi Mayak madaniyat taqtish şirketi nima uchun Ali Qurban ustidan sudga arz qildi? Bu ikki taraf o'tirsida zade qanday ish yuz berdi? Yaqında Ündidarda Urumchi Mayak madaniyat taqtish şirketi bilan tonilgan psixik maslahatchisi Ali Qurban o'tirsida da'vo shakllanganligi haqidagi uchur keng tarqalib, jamoatchilikning diqqat e'tiborini qo'zg'adi. Muxbirlarimiz bu vaqtda izlanib Ali Qurban apandi bilan aloqalashganida Ali Qurban apandi Mayak şirketi bilan o'zi o'tirsida texi hech qanday da'vo shakllanmaganligini, tarqalgan uchurlarda deyilgan masalalarning mavjud emasligini, o'zining xizmat aldirashligi sababi bilan ziyoratimizni qabul qilinmaydiganligini aytdi. Muxbirlarimiz Mayak şirketining mas'ullarini izlab bag'inida Mayak şirketining mas'uli Hasan Toji apandi Ündidarda tarqalgan uchurlarning rostligini dalilladi. Shundaqla o'zlarining Ali Qurban ustidan Urumchilik o'tir xalq sud mahkamasiga arz sunganligini, sudning arzini qabul qilib delo turg'izganligini aytdi. Muxbirimizning Urumchilik o'tir xalq sud mahkamasidan egilishicha, Urumchilik o'tir xalq sud mahkamasi Mayak şirketining arzini qabul qilib rasmiy delo turg'izgan. Egilishimizcha, taraflar o'tirsida nihoyatda aniq bo'lgan yozma to'xtam imzolangandan keyin 2014-yili Mayak şirketi Ali Qurbanning psixik leksiyasini mening psixik maslahatchim degan nomda 8 dona disk qilib, Xinjiang Unsin nashriyatidan nashr huquqini olib, bostirib bozorga solgan. Bu DVD plastinkasi bozorga solingandan keyin jamiyatda zo'r olqishga erishib, tez suratda sotilgan. Bu jarayonda Mayak şirketi bilan Ali Qurban orasida iqtisodiy jihatdagi masalalarni hal qilinmaslik sababidan ixtilof kelib chiqqan. Bu ixtilof texi tinjimay turib, bu DVD plastinkasining soxtasi jamiyatda tarqalishga boshlagan. Bunun bilan ikki taraf o'rtasidagi ixtilof texmi kuchayib, ko'pchilikning diqqat e'tiborini qo'zg'agan bu da'vo shakllangan. Bugün biz Urumchi Mayak madaniyat taqtish şirketining qurg'uvchisi Hasan Tojini alohida studiyamizga taklif qildik. O o'z og'zi bilan zot nima ish yuz berganligini ko'pchilikka so'zlab bermoqchi. Oldi bilan sizlarning shu Mayak şirketiningki zot qanday bir xizmat qiladigan şirket ekanligi haqida bir qisqacha bir tushuncha bergan bo'lsangiz. Bizning Mayak şirketi asosliqi film ishlaymiz. Endi bu film tarjim film asos qağa ijodiy filmlarga qaradanda tunji yurish qilyapmiz. Bundan keyin shu filmchilik qarab taraqqi qilishni orzu qilgan shu. Hozir bu jamiyatga qiziq nuqta bo'layotgan Ali Qurban bilan sizlarning Mayak şirketining o'tirsidagi munosabat dastlabda qanday tiklangan? Qaysi vaqtdan boshlab ishlarning o'tirsida shunday uchrashish bo'lgandi? Shu maxfiyat filmini biz oshkorlashdan burun buning maxfiyatlik haqida, maxfiyat film haqida suhbatda bir programmani o'tirib chiqardik. Shu o'tirib chiqqandan keyin bu Alininki bir xil qobiliyatiga men shu haqida qo'l qo'yib qoldim. Alohida bir xil ifodalash maqsadlar jihatda intayin bir xil talab bor ekan. Keyin ondan keyin buni bilan doim uchrashib turdik. Ancha-muncha buning faoliyatlari bo'lsa izlab maktablarga tatbiq vaqtimizda bularning dars o'tish metodining alohida qizg'inligini, o'quvchilar bo'lgan buningki nihoyatda diqqatiningki o'ziga shunday mayilligini yaxshi kontrol qilganligini ko'rib, buni shu bir filmni ishlash orzusi shakllandi. Ya'ni Ali to'g'risida Ali so'zlaydigan, biz buning filmini suratga olib, plastik qilib chiqardigan oluştuk. Endi vaqtida men quruq qo'l ishlayotgandan keyin Aliga beradigan haqqini hisobda uning bo'lgan hurmatimda endi haq bilan hisoblayolmadim buningki vaqtidagi qobiliyatini. Haq bilan hisoblayolmagandan keyin shuni olamiz og'zaki holatda biz endi va'da berdik, biz shuni chiqarib, navbat bir topsaq, chiqarayotgandan keyin foydasini biz sen bilan shirkat tam bilishimiz degan prinsip bilan og'zaki va'dani berishib bu ishni boshladik. Başlap endi bu ishlar oraliqda bir necha shirkatlarning qo'llashi bilan Muallim shirkati qatorliq shirkatlarning qo'llashi bilan biz endi 9-oyning 14-kuni 2013-yili 9-oyning 14-kuni Xon saroyida endi bir qatorliq cho'ng tipik surat kelishni rasmiy boshladik. Endi demakchi, sizlarningki shu Ali Qurban
efendi bilan dastlabki uchrashuvlar shu Maxfiyatlik nomli filmni psixik jihatdan yeyish jarayonida tanishdik. Ondan keyin o'zaro tushunish hosil qilgandan keyin Ali'nin ortiqçılığını bayqadıqda biz. Onu endi biz jari qildirib, qimmatga aylantirish xiyolida bo'ldik. Shuning bilan Ali Qurban o'tiranglarda og'zaki yolda dastlabki bir hamkorlik kelishimi imzolandi. Hisobda biz og'zaki Ali Qurban verdik. Endi vaqtlar sharoiti bo'lgan bo'lsa, bu bozorninki mumkinchiligini hech kim e'tirof qilmagan. Hatto endi amaliyotda aslidagi konsullik bilan bo'lsa Ali Qurbandan necha maydon pulga qo'yiblam chiqarsaqmi bo'ldi. Endi biz bir o'zimizning shu vaqtlik iqtisodiy qiyinchiligini o'yladik. Chunki uning bagi haqqa biz ishlab chiqarish kuchsak degan asosda. Ikkinchidan endi Ali Qurbanning shotirga talantliga nisbatan biz endi uni to'g'ri mo'ljalashni xohlamadik. Ali Qurbonga nisbatan biz endi shunday bir bebaho cheksiz boylikni bersak, uni taraqqiyotiga foyda qildi. Bunday bo'lganda u intilishni bersa, biz uning davomli qizib yangiligida biz shirkat birinchi foydalanamiz. 2-3 tamanda aylantirib manamiz degan niyat bilan uzun muddatli plan bilan og'zaki va'dani berdik. Keyin bizning shirkatning qayta askartishi advokatlarimizningki og'zaki to'xtamdan keyin kuchga bo'lmay qolganligi. Herhalde biz şirketler novumuzlu xatarni müşkitdik. Tikkandan keyin jimo'ganda yozma narsa qilmasanlar biz oxirida to'sqinlik qilamiz deb shirkatdagilar degandan keyin andin oxirida Ali bilan yozma to'xtamni o'zlari o'tirib maslahatlashib, bir Ali bergan va'damiz bo'yicha hatto undan oshirib, hatto Alining kelgusi istiqbol taraqqiyotlarini bu shirkat ustiga olgan holatda mundaq minib turib bir to'xtamni imzolagan. Yozma to'xtamasi olgan. Mayak şirketi bilan Ali Qurban o'rtasidagi hamkorlik bir necha yil ilgari boshlangan bo'lib, normal taraqqiy qilgan. Taraflar o'rtasida nihoyat aniq bo'lgan yozma to'xtam imzolangan bo'lib, to'xtamda taraflarning huquqi va mas'uliyati aniq ayrilgan. To'xtam mazmuni bo'yicha Mayak şirketi Ali Qurban apandining psixik maslahati jihatdagi faoliyatlarini o'rinlashtirish, tashkillash, sing'i elish, disk qilib ishlab bozorga selish, setish qatorliq ishlarga mas'ul bo'ladigan. Ali Qurban boshqalar bilan bu jihatda boshqa hamkorlik kelishimi imzolamaydigan. Ham Mayak şirketining o'rinlashtirishiga faol moslashadigan. Bu jarayondagi kirimni ikki taraf teng nisbatda bo'lishadigan bo'lib kelishgan. Bu hamkorlik to'xtami bo'yicha ikki taraf faol moslashib, dastlabki xizmatlarni ishlashga kirishib ketgan. Endi demak, mana bir aniq bo'lgan taraflarningki huquq va majburiyatlari aniq ayrilgan shunday to'xtamni imzolab ekansiz. Bu to'xtam imzolangandan keyin shu to'xtamning belgilangan mazmunlari bo'yicha sizlar qanday xizmatlar qildinglar? Biz endi to'xtamning belgilangan mazmuni bo'yicha oldi bilan shu 2013-9-14 ash faoliyatni Kartallarninki tashviqot kuchidan foydalanib bu faoliyatni boshlab tunji qatimda suratga kelishni boshladik. Hozirda mas'ul chiqqan film qaysi? Mas'ul chiqqan film shu Ali Qurban bilan birlashib ishlagan, mening psixik maslahatchim degan mamlakatga shu film. 13-yili 9-yildan boshlab chiqib turgan bo'lsak, 2014-yili 2-oyda oxirgi ish bitdi. Nashriyatga shu vaqtda yo'llay oldik. Yollab 2014-yili 3-oyning 28-kuni birga vaqt bilan Şinjanning hamma yerda birlikda bozor sala oldik. Ko'pchilikka hammalarga aydan shu Şinjandagi Unsin plastinka bozori pastga tushib ketgan xil zaman bo'ldi. Shunday holatda sizlar qanday shunchalik zo'r mablag' ham badalni plastinka ishlashga sarf qilishga tutundinglar. Şimdi abay deganda biri mazmun tanlashimizning to'g'riligi. To'g'ri. Ikkinchisi hamda biz buni bozor saloniga ehtiyoj bo'lganini sansga nisbatlab desak, bizda 10 necha million nopos bo'lgandan keyin necha bo'lganda 10 ming dollarning sotilib ketishi tabiiy ahvol. Chunki bu ehtiyoj qatlami bor ahvol ostida bu hozir leksiyalarga kichik ko'ydim bag'ayada bizning bu plastinka 8 soatlik narsa bo'lgandan keyin cho'qim bozor buldi deganlar ishonch bilan bozor salgan. Yani mandaq bir jihatni o'ylashga bo'ladi. Ya'ni Ali Qurbanning jamiyatga ta'siri balkim mush plastikning setilishiga turtki bo'lishi mumkin. Uni albatta uni nazardan saqit qilishga bo'lmaydi. Chunki vaqtida Ali Qurbanning o'ziniki
bir top şekillengen şu ali maktab o'qish ingliz tili o'rganuvchilarning keyindan cho'ng bir qizg'inligini qo'zg'ab tikali. Kendinden ham biz Ali Qurbonniki bu ortiqchilikni bayqaganligimiz bilan birga endi texmo buni yaxshi o'rab qochirish uchun endi bu qatnashish sulab manishlar endi bu plastinkaga chiqishlar birga endi buningki ba'zi bir nadir afliya so'zlarini biz shu 9-oyda faoliyat boshlagandan boshlabla kunda 2 kalimadan ali hikmatlar deb tartish boshlagan. Bunday qilganda aliga bo'lgan qiziqishni shakllantirishda bu 4 kunlik rol o'ynadik deb qaraymiz bizning shirkat. Maxfiyatlikda Ali Qurbonmo rasmiy ekranda boshqalarga uchrashdi. Biz uning film tartish marosimida Ali Qurbonni taklif qildik. Aslidagi o'rnidan biz texmi yana kuchab tashviq qilish bilan birga oxirida haqiqatan o'ylagan unumga yetdik endi bu ishda. Albatta bu menimcha o'zaro deb qarayman. Undaqda mushundaq yaxshi ketayotgan munosabatda qanday bir buzilish kelib chiqdi? Baven Şimali yoluga joylashgan Pakyol avtomatik gilam yuvish zavodi Turkiyaning dunyoviy oldingi qatordagi butunlay avtomatlashgan ilg'or gilam yuvish uskunalarini kirgizgan zavod bo'lib, mulozimatining a'loligi gilamlarni pokiz yuvib 24 soat ichida xaridorlarning uyiga yetkazib berishi va gilamlarning sifatiga to'liq kafolatlik qilish bilan keng xalq ommasining qizg'in olqishiga erishdi. Akilish opirish haqsiz. Gilamingizni pokiz, sifat yuydiray desiniz, Pakyol avtomatik gilam yuvish zavodi sizning eng yaxshi tanlashingiz. Güzel hayat sap meyve şerbeti Şinjan Aykanış'ın biyopen texnik şirketi bazarı sağan jemertlik arkalık zahar taşlatqızıştaki bösüş karakterlik mahsulat bulup Cumbo tibabeti mahbiye resipiga asasen zamani pen texnik arkalık işlep çıkarılgan zahar ve doğruğu xumar boluşunu tez vakitte tügütüdüğün yukarı önümlük zahar taşlatqızış içimligi. Zahargı xumar boğuçlarının 20 nicat yultuzu güzel hayat içimligi. Menzil Ürüm şehri Canubi Kovuk Kovuk'un Sarıya 1603. çıkana. Telefon 230 0091. Undaqda mushundaq yaxshi ketayotgan munosabatda qanday bir buzilish kelib chiqdi? Buni so'rgan men shu mushni bilish uchun sotga arz qildim deb qarsam bo'ladi bu ishda. Chunki men antan qoldim bu ish sodir bo'lganligi. Men biz shirkatdagilar ham shaxsan men faqatlam o'ylamagan bir ishning birisi bu. Chunki biz to'xtamni yaxshi ijro qildik. Biz shirkat o'zimizga tegishli vazifamizni tutirish vazifamizni ijro qildik. Yo'llash, yetkazish, bozor taqtish, tashviqot ishlarini yaxshi qildik. Endi Allohdan ayolim yengib qoldi, vaqt shirkatimizda ancha odam ko'p emas. Unisi Ali Qurbonni fırsatla bu film chiqishdan keyin taklif qilish olib ketdi. Bunda bo'lgan Ali Qurbonning setish atakisi yaxshi bo'lganligidan o'zi bu taklifni bergan shu vaqtda. Adash sizlar Aqsaq qaranglar, men olsaqda Xitoy degandan keyin biz ikki degan narsa yo'q, molni degan bo'yicha kasi uduloq Ali Qurbon biz faqat daftarga hisobni yaxshi tutib, nega soldi shu yerga molni vaqtida yetkazib Alining kelishini saqladik. Keyin Alining kelish vaqti uzrab ketdi, endi bu ishga kelganda. Uzrab ketgandan keyin beshida to'g'ri tushundik, chunki tashqi qilganlar ko'payib ketdi. Bu odam emasmi charchaydi. Biz yana Alini saqladik. Saqlaganimiz bu vaqt 20 yildan ishib ketdi. Alini qayta majburlash orqali tashqitdim, chaqirdik. Chaqirib suhbat qilsatdi. Buning nazarda bu chiqdi. Bu ben faqat total aparatni qo'yibla, oddiy bir harakatni qildim. Menimcha u asosiyatni plastinka o'zi setibdi. O 8 ming staldan setish uni to'kib so'g'andan keyin plastinkani kim jiqsatsa, shuni bo'ldi ekan. Men shunda o'yladim dedi. Shuni bilan buxgalter hisob ko'rsatishdan gapini to'xtatib shuni bilan amal yo'q. Ana qanday qilamiz sotib ko'rishli deb chiqdi. Chiqib ketgandan keyin endi u ishimga endi meniki bir xil shaxsiy oltin bo'yicha e'tiqoddan men bir hurmat qilgan, men ishongan bir adib endi bu bir endi o'zim shunday bir olim ko'rdimda buni. Men ko'nglimni g'ash qildi. Keyin izchil turda biz qarorda shirkatdagilar deydi o'zimizga tegishli olamiz deb. Men endi keyin tatib turdim, keyingi plastinkalarni endi munosabat buzilgandan keyin advokat endi sizlar yana ishlab chiqib azal fasallar bo'ldi dedi, nasihat qilsak bizning yo'llikka. Shuna bo'lgandan keyin hali munosabatni buzgandan keyin biz keyingi plastinkalarni davomli amallarni qilib yana ko'paytirib bozor silib o'zimizningki iqtisodiy ahvolni o'ngshayotgan. Endi o'ylamagandan keyin buning saxta plastinkasi to'g'riliq uchir keldi. Bu asarni
qilib qolganda eng chong zo'r huquq bo'lish uchun men qipidan tortib har bir plastinkasi 9 ta nashr huquqini setib olgan bu plastinkani. Shu vaqtda. Qilsak hamda keyindan buningki saxt plastinkasi bayqiliblam bizning plastinkiningki ming yil ta'sir ko'rsatdi. Bu saxt plastinkasi hisoblamandan aytganda buni biz bilalaymiz, ammo buni iste'molchi bayqayolmaydi asallikcha. Mualatdagi plastink paydo qildi. Biz buni qo'llab tekshirdik, hozirgi narsalarni anglab hamda dalillashtirish uchun biz hukumat organlarini qatnashishni qildik. Ulardan yana qatnashish uchun bizning moddiy isbot bilan hamda naqd isbotni tutib beradi, o'ynama qildik. Mangandan keyin hamda bu ishning davosida saqlovlikda biz ayriliq emas. Yani shuningga biz endi buni qilish bilan birga ko'ning hisobni qilish uchun oldidagi ishlama o'tirib chiqish qarori keldi. Endi hozir bizniki muxbirlarimiz shu Xinjiang Unsin nashriyatiga berib, shu yerda Unsin nashriyatininki shu plastikning ishlab chiqarilishi bo'lgan bir ziyoratni yapadi. Qani birlikda ko'rib baqaylik. Mening psixik maslahatchim jami 8 dona DVD plastinkasidan tashkil topgan Unsin nashr bo'yimi bo'lib, Urumchi mayak sherikni Xinjiang Unsin nashriyatidan nashr huquqi olib, bu mahsulotni bozorga solgan. Xinjiang Unsin nashriyatining xizmatchisi mazkur plastinkaning mas'ul muharriri Gulbakram Muxtar muxbirimizning ziyoratini qabul qilganda, mayak şirkati bilan Xinjiang Unsin nashriyati o'rtasida qonun tartiblarining to'liq o'rinlanganligini, asar mazmuni munosabatlik mutaxassislarning baholab bekitishidan o'tgandan keyin va o'rinlanishga tegishli rasmiyatlar to'liq tamomlangandan keyin, ondan mayak şirkatiga nashr huquqi berilganligini, hozirgi ikki taraf o'rtasidagi ziddiyatning Unsin nashriyati bilan hech qanday aloqasi yo'qligini so'zlab berdi. 2014 yılı Xinjiang Unsin nashriyatimiz Urumchi Mayak Madaniyat tarqitish shirkati bilan mushu mening psixik maslahatchimning birinchi qismi mushu 8 plastik to'g'riliq bir kelishim imzoladik. Biz endi mushu biz nashriyatimizdagi aloqador belgilamlari va tartibimiz bo'yicha bularga mushu 8 plastik uchun 9 nashr nomeri iltimos qilib iltimos qilib berdik. Anadan keyin shu 8 plastinkiniki mazmuniga hatto har bir xatlargacha tekshirib, tahrirlab o'zimizniki mas'uliyatimizni to'liq ado qilib, oxirida bu mening psixik maslahatchim nomli bu plastinka o'ngishli holda xalqimiz bilan yuz ko'rishdi. Endi bu yaqinda endi bu plastinka to'g'riliq yuz bergan ba'zi bir o'qishmasliklar, ziddiyatlar, qandaqdir kelib chiqqan ba'zi ko'ngilsizliklar bo'lsin, bizning nashriyatimiz bilan munosabati yo'q. Endi biz bu plastinka to'g'risida qilishga tegishli ishlarimizni, mas'uliyatimizni to'liq ado qildik deb qarayman. Mening psixik maslahatchimning birinchi qismi endi bozorga selinib hozirgacha uningki qonunsiz nashrininki bozorga selinganligi va qonunsiz ko'paytirilganligi to'g'riliq aloqador paket bizning qo'limizda yo'q. Ammo agar mushundaq bir paket qo'limizga tushgan sharoit ostida biz mush aloqador o'rinlarga butun kuchimiz bilan moslashib, o'zimizningki xizmat doiramiz ichida o'tashga tegishli majburiyatimizni cho'qim to'liq ado qilamiz. Yaponiyaning dаңлык motor sınıflaşmayı Inos 1888 yılı qurilgan 120 yıllık tarixiga ega mashhur dunyoviy korxona. Yaponiyada barliq avtomobil korxonalari Inos sınıflaşmayını ishlatadi. Xalqarалық o'quv sifat o'lchimidagi Inos avtomobil sınıflaşmayı an'anaviy sınıflaşmayga qaraganda motorning iqtidorini ikki hassa yuqori ko'taradi. Inos sınıflaşmayı avtomobil sohasida emas, xalqarodagi sanoat va transport sohalarida keng qo'llanilib kelmoqda. Yaponiya avtomobili albatta Yaponiyaning motor sınıflaşmayı Inos'ni tanlaydi. Yuqorida o'tdingiz, endi sizlarniki shu qonun yo'lini tanlashinglarning sababi mush plastikninki saxtisi bozor bayqalab qoldi deyapsiz. Saxtisi bayqalab qoldi. Endi bu bozorda plastikning saxtisi bayqalab qolish bilan sizniki shu Ali Qurban sudga arz qilishingizning nima munosabati bor? Chunki endi buningdek hozirgi bosh qo'mondon, ya'ni shu Ali Qurban bo'lib chiqayotgan ish bor. Nima uchun bunday qaraysiz? Chunki bu shu Ali Qurban nima lisensiya tuzilsa, bu plastik shu yer paydo bo'ldi. Onun üstüge biz şu naq maydonda şu moddiy isbotlar bilan Ali Qurbonni o'zi bilan qo'l uchagan videomizni yo'llab qo'ydik turga.
Hem qağını şu idare organlar delillep berse, cezimi şu da. Organların delilini Saklab saklamışlar. Eğer de bu sahtı plastikte işlep çıkarılganlığı hakkındaki şu delil ispatı hakikaten rast bulup çıksa, o vaxtda bu yerde fakat bu Ali Qurban'ınki üstüge aldığını fakat aklap cihatki bir mesuliyetlerimiz. Şuna, o Şu aslında sizlerdeki muşu bir gumanlı oturup koyuşunlarda sizler çoğunkur oylanıp baktınlar mı? biz hem de bunu özümüzdeki kesbi noktasından oylaştık bu işini. Çünkü bu kesipteki bunda kişiler buluvatkanı bu bir kıtınlık iş emas. Hem de müşkatınlık bir çoğun misal bilen kişilerinki şu icadi koşulunki, aksak koşulunki mi bir embikini hürmet kılış dikkatini kozgaş. Cemiyetkilerinin şundaq ahdini icra kılmasa kanununki, hükümet kanununun balıkı, özümüzün kanun arkalı kovduğunu bulduğallıkımızını cemiyetkilerge bildiriş. Yani şunun kişilerninki hem de bundanki meyli o çoğun elbap olsun, meyli küçük şahs olsun, ba'da yakımız kanun nizam boyunca icra kılınmalıqda amını ceza tatildığalıqını ispatlaş. Hazır sizler Xalq Sot Mahkemesi'ge arz kıldınlar. Sizlerden arzınlarını gördük, yani arzdaki mazmunlarını bir görüp bakaylı. Mayak şirketining Urumchi shahar O'ttir Xalq Sot Mahkemesiga sungan arznamasida birinchi javobgar taraf Ali Qurban da'vogar taraf Mayak şirketining asar huquqiga daxli ta'ruz qilish qilmishini to'xtatib, Urumchi Kashlik gazetining Uyg'urcha nusxasida yozmacha kechirim so'rasin. Ikkinchi, taraflar imzolagan hamkorlik kelishimi qonunli kelishim. Javobgar taraf davomli kelishimni ijro qilsin. Üçüncü, javobgar da'vogarning iqtisodiy ziyni uchun 605.977 yuan to'lasin. To'rtinchi, javobgar da'vogar tarafga to'xtamda belgilangani bo'yicha 500 ming yuan to'xtamga xiloflik qilish haqqi to'lasin. Beshinchi, javobgar da'vogarga advokat taklif qilish haqqi, isbot to'plash haqqi bo'lib 60 ming yuan to'lasin. Altıncı, da'vo haqqini javobgar ustiga olsin degan 6 turlik mazmundagi da'vo talabini o'tirg'a qo'ygan. Hani yukarıda biz sizlerinki şu Xalq Sot Mahkemesi'ne bergen arzunlarını görüp çıktık. Bu arzunlarda birisi birinci şartınla hem de talibinla şu Keştik gezette Mayak şirketine yapar. Mayak şirketinden uç kaşkara Apple sorsun degan talep okusunuz. Bu talep kılışının neme asası var? Birincisi az kılışımızdan da bizden şirketinki bu film üçün mındaq aytqan vaqtida özünü doğru tikişi hem köplegen hizmetdaşlarımızdan bu şu plastiklik bolgan ümit arzuları naytı yuqurtdi. Hem şu muvaffaqiyatli bo'lib qolgan bo'lsa, bizninki yana 2, 3, 4 planlarımız davamlı icra qilindi. Hozir balkim biz hali necha ishni taraqqiyotni ilgari surayotgan bo'lardik. Ham bizning shu ish sabablik shirkat taraqqiyotda hozir 2 yildak keyinga ketdi. Yani shunga bundan bir shirkatlarda bir xil org'inlik, bir xil chaqchash, hamda o'zininki nimdaymiz xapiliq bo'lgandan keyin hamda bu shirkatlarninki men obro'yi shirkatlarning chunki ish qolgan badali uchun Ali Qurbanni kechirim so'ratmoqchi. Hem de ondan başka mezmunlanmayı görüp öttük demekçi. Hem de bu arz Sot Mahkemesi tarafından kabul kılındı. Hem de bu biz sotun içilişini saklayımız. Sot neticesinin kandak polisi o ayrım gel. Mesela siz sot üstüde sizin talepleriniz kanun boyunca kaldırılandı. Ya ki sizin şu koygan talepleriniz red kılınıp Ali Qurban'ınki oturup koygan fikirleri o'rinliq asoslar bilan oturup koyulandı. Bu bizning kuchimizga bog'liq. Hozir holatda masalan sud echilmadi, faqat sud mahkamasi sizlarning arzularini qabul qildi, sud echilmagan. Mushunday ahvol ostida siz Ali Qurban bilan bir uchrashib, mush masalani chiroyliqcha bir hal qilishni o'ylashdingizmi yoki masalan bizni deylik, biz sizlarning ikki tarafdan o'tirsak kirib ana mushu masalani amalda chiroyli kelish yo'llari qilib
hal qilishga xizmat ishlab baqsaq, buni siz qanday qaraysiz? Bununla endi men o'zimningki shaxsiy holda bo'lgan bo'lsa, buni abayli qo'shildim. Lekin abay degandek, endi Maya şirketi bu bir kollektivning yeri. Hem kollektivning fikri, kollektivningki nimasi hurmat qilmasa bo'lmaydi. Hem onun üstüge bu qıtımlık dilo misal orqali hem bizden yetmekçi olan maqsadimiz yalğız iqtisadimizni qaytirish emas, mana shu bo'layotgan jamiyatlarga mana shunday ishlarning kimi nazorat ostida turadiganligini, hatto sudnoma shunday ishlarga adil qaror chiqara oladiganligini, sud orqali qonun orqali o'zimizni qo'llashning muhimligini eskartish uchun biz endi hozircha Ali bilan bunday suhbat o'tkazishni tanlamaymiz. Masalan, bu ishlar bo'lib bo'lgandan keyingi bir mezgillarda balkim yana ikkilarning o'rtasida yana bir shunday bir hamkorlik munosabatning o'rnatishi mumkinmi? Uni menimcha mumkin. Lekin ikki taraf shunday sudga tushib, shunday qarazliklar bo'lgan ahvolda bu mumkinlik beklemen bo'ladi deymi? Buni endi hisiy nuqtadan elbet vaqtida shaxsiy hissiyatimiz aralashgan bo'lsa shunday bo'lishi kerak. Lekin biz bir korxonani boshqarayotgan odam, biz korxona hissiyat talab qilmaydi, u amaliyotni talab qildi. Endi amaliy iqtidori balo bo'lsa, bizning shirkat har qachon fursat yaratib berishga tayyor degan va'damiz bo'lganligi uchun biz kelgusida endi bunday mutasaddilarning bu ish tugaydilar. Jamiyatning yo'qolib ketishini xalab ketmaymiz. Lekin biz ishninki adil bo'lishini, biz mu adil qilamiz, jamiyatdagilarni ham adil qilishni talab qilamiz. Buldu bugünkü söhbetimiz müşahitçi olsun. Biz devamlı sizler bilen Ali Kurban otursak ki şu vakanın terakkiyatına programımızın devamlı dikkat kıldı. Şundakla bizden şu meselenin ki yanına çıraylıkça bir hal bulup ketişige şundakla mümkün olsa yana bir katım Ali Kurban Efendi'nin ki bizden ikramımız arkalı köpçülükке özünün paraşlarını sözlep verişine yana bir katım teklif kılımız. Şundakla biz sizlarninki münasibetlerinin bundan keyin yirikliş emas, balki yaxshilanishga qarab rivojlanishga tilakdoshlik bildiramiz. Mayak şirketining mas'uli Hasan Toji bu da'voning kelib chiqishining bosh oxiri va sabablari haqida o'z qarashlarini so'zlab o'tdi. Biz bir anglag'uchi bo'lish sifatimiz bilan uning bayonlarini anglab o'tdik. Hasan Toji efendi yo'shirib qolgan yoki oshirib o'tgan taraflar bormi yo'qmi, bu bizga noma'lum. Hasan Tojining so'zlari va qarashlari faqat o'ziga vakillik qiladi xolos. Jamoatchilik qiziqayotgan bu masalada ko'pchilik texnik ko'p uchurlarni bilishni xohlaydi. Programımız Deloning taraqqiyotiga davomli ko'ngil bo'ladi va jamoatchilikni atrofli xabardor qilishga tirishadi. Hürmetli televizyoncular, Cemiyetler Kanun programımızın bugünkü mezmunları müşahede ahırlaştı. Keyinki hafta texmin nadir mezmunlar diqqatingizga sunuladi. Keyinki hafta ko'rishaylik, xayr xo'sh.